Men Minecraftga muz olov modini qo'shdim va Mobius Mobus degan modni ham qo'shdim. Ular bizga mana bunday temir maxluq va qordek maxluq va homilador amaki qo'shadi. Okey, barchaga salom do'stlar, sizlar bilan men Kalyartu. Okey, bugun biz vijvonlar qilamiz, albatta Dragon kanonda. Let's go. Okey, daraxtga oldim. Endi biz ovqat topishimiz kerak. Xo'sh, bu ovqat yo'q ekan. Yo, bu yerda ovqat bor ekan. Hozir bularni ham sekingina, astagina mana bunday qilamiz. Okey, endi tosh bo'lishimiz kerak. Okey, endi bularni tashlab yuboramiz, chunki bu instrumentlar bizga kerakmaydi. Chunki biz tosh davriga o'tamiz. Tak, obunachilar, kanalga obuna bo'lib deb bosing, iltimos sizlardan qancha vaqt olmaydi, shunchaki 5 sekund vaqtingiz oladi. Qizil knopkacha va qizil obunani bosib qo'yasizlar. Bo'ldi. Ozgina tosh ko'rish kerak. Bo'ldi. Men buni 100x ga bo'lganman, shuning uchun sizlarga uncha ko'rinmadi. Biz endi qishloq topishimiz kerak. Bilmadim qatdan topaman lekin. Qatdan topsam ekan qishloqni men qilib ko'rish kerak. Xo'sh, birga boramiz. Tak. Qishloqqa düşmasam bitta bo'lishga mumkin. Ko'mir. Men bilan qizib oldik, chunki bizga ko'mir kerak bo'ladi, jigarlar. Okey, men bilan tutamiz. Ko'mirdan olamiz. Yo, bitta bor ekan yana. Xo'sh, bu videoni birinchi qismi, kelasi qismda chiqishini xohlasanglar like bosinglar, obuna bo'linglar. Aytgancha men muz va olov modini obzor qilmayman, shularga ko'rsataman. Sizlar o'zingizlar ko'rib olsanglar video davomida unda qiziq qolmaydi-ku obunachilar. Okey, endi qishloq topish kerak. Yonma-yo jigarlar qatdan topsam ekan bu qishloqqa. Xo'sh. Qishloqqa o'lib ketsam kerak. Yonma-yo. Nima qilsam ekan qishloqqa qanaqa qo'taman mashina yuraydi-chi. Daraxtni ko'pi bo'ladi, chopish kerak. Sizlar hozir kanalga obuna bo'linglar. Kelin, men bu yerni tezlashtirmadim, chunki sizlar ko'rishlarni qoladim. Okey. Tak. Buni ham tushishimiz kerak, chunki bo'lmaydi, buni ham olamiz. Tak, okey. Bu ajoyib modlardan biri, ikkita mod. Okey, yo. Pauza qo'ydim, ozgina qishloq topgan yerimni ko'rsatmaslik uchun. Tak. Qanaqa bo'ldi bilmadim lekin. O'sha kirib ko'rish kerak. Pauza qo'ydim, uchtasiga aytmasam. O'sha u qilma bu kitobni. Qanaqa kitob? O'sha bo'ladigan bu. O'sha bo'ladigan qanaqa bir kitob. O'sha ochib ko'raychi. Yo, bu yerda kumush rudasi haqida bor-ku. Kumush rudasi siz bilan ajoyib narsalar yozsa bo'ladi. Okey, bu nima? Bundan mana mustaqillik o'rtasida bo'lar ekan. Yo, mana bunday ajdarni to'qimi bilmadim. Yo, nima bu? Balki bizga yo, mana bunday qog'ozlarda to'xtanglar. Agar biz qog'ozni olsak, nimaga kerak bu qog'oz? To'xtanglar, bu qog'ozni olamiz. Mana bu yerdagi istoriyni o'rnatsak, mana bunday qilib. Xo'sh, mana buni o'rnatamiz. Yo, mana buni o'rnatib telefonim mana to'lagan bo'lyapti. Yoppo, menga daraja yetmaydi, 10 ta daraja yetmayapti. Va bo'pti. Keyinchalik sehrlab olamiz, shungacha mana shu yerda turib turaversin. Da. Sehrlab bo'lmayaptimi men? Mana bularni olib qo'yamiz bo'ldi. Tak, okey. Bu yerda ba'zi sehrlab bo'lmaydi. Mana sehrlab bo'lmayapti. Dead Worms deyapti. Yo, nima bu? Yo, oltin. Yo, hali oltin, men boshqa nima deb o'ylabman. Xo'sh, mana buni bor ekan. Okey, ma'lummi? Yo, bu Misr rudasi-ku, Minecraftda rudasi umuman bo'lmaydi. Aytgancha do'stlar, bizning maqsadimiz olmos topish, olmosni topish kerak. Va olmosniki avval temir rudasini ham topsak zo'r bo'lardi. Temir rudasi. Ko'mir ham topish kerak ust-ustiga. Da ko'mir bor, 5 ta yetmaydi ko'mir.
Okey, biz o'zimizga ketmonyapti. Bu qishloqdagi samolarni uxlatamiz. Tak jigarlar qonunda. Let's go uxlatgani. Uxlatib bo'ldim. Buni 10x va 20x qo'yib qo'ydim. Tak, bitta galim bor. Galimga tegmaymiz, chunki bizga qishloq qo'riqchisi kerak bo'ladi. Okey, bitta shaxtalar bo'lsa kerak. Yo'q, bizga yotoq ham kerak ustida. Yo'q. Tepada kitobcha bormi? Yo'q, aniqda sandiq bor ekan. Yo'q, buni ichida sandiq bor ekan. Bilmadim. Ichida nima bor sandiqni. Tak, kravatni olamiz. Kravatni olib qo'yamiz. Endi esa crafting table. Yo'q. Ovozim o'zgargan, kasallanib o'tirganman. Bunga ozgina ovozim o'zgarib ketgan. E'tibor beringizlar, nichon nima bilan yozsam ketmayman. Salolab qo'yganman ozgina ovozimga. Nichon e'tibor beringizlar. Tak, okey, salom jital, qalaysan? Sen nimadir sotasanmi? To'xtab tur, yaxki, sen nimadir sotasan? Yo'q. Magister Emeralds, bitta nimadir sotib olish o'zi azab bu. Bo'pti. Bizga temir rudalar va mine qilish uchun narsalar kerak. Kech tushyapti, nima bor bu yerda? Hamma ertalabku. Yo'q, kech tushayotgan yo'q. Tashqariga chiqib ko'raylikchi. Avvalambor mana bu daraxtlarni maydalab sandiq yasashimiz kerak. Tak, mana bunday qilib sandiqni yasab qo'yamiz. Bo'ldi. Aytgancha bizga 3 ta kerak bo'ladi. 3 ta yasab olamiz. Mana yasab oldik. Hoppa. Tak, o'chirib qo'yamiz. Endi sandiqni olib elayapman. Ushbu mana bunday bitta şey, mana bunga bitta sandiq. Keyin mening yotadigan yonimga mana bunga bitta sandiq ikkita. Ajoyib chiroyligina bo'ldi. Emerald bor ekan. Narsalarni sotib tak, mana bularni yasab qo'yamiz. Non, avvalambor nonni olamiz. Yana nima olamiz? Yo'q, ko'mirni olamiz. Yo'q, toshni ham olamiz. Bo'ldi. Endi bizga pechga yasashimiz kerak. 8 toshimiz sakrat o'zi yetadi pechga. Sizlar esa kanalga obuna bo'lib, like bosinglar, lutfan bosing. Chunki 2k bo'lishimiz kerak. Ya'ni 2000 ta obunachi bo'libdi. Go'shtlarni qaynatishga qo'yib qo'yamiz. Endi esa mana buni solib qo'yamiz. Bo'ldi. Shungacha biz uxlab olamiz obunachilar. Uxlab olamiz, ovqatlangacha yotishga tushamiz. Okey, birinchi kun obunachilar. Birinchi kun. Biz temir ruda stopimiz kerak. Yo'lda shaxta bor ekan, kattadan. Alkanni Jamolni onasini ko'tida ko'radi, ko'tini kattaligini. Bu shaxta ham yomon emas. Okey, bu temir bor ekan. Bularni ham asta-sekin. Yo, nimada ko'rdinglarmi obunachilar? Ko'rdinglarmi? Ko'rdinglarmi yana? Obunachilar ko'rdinglarmi? Nimaligini? Okey, bu yerda nimadir bor. Yo'q, temir. Lekin men ishlatganim yo'q. Bu omadni itida obunachilar, omadni iti. Tak, okey. Yo'q, yo'natim. Yo'q, temir makon ko'p o'tdi. Как раз o'zi bizda 45 ta temir, sal kam 1 stak temir. Aytgancha olov va muz mistik mavjudotlar qo'shadi. Hatto ajdarlarni ham qo'shishi mumkin, chunki ustiga naga, ya'ni ilon bosh u bizni boshga aylantiradi. O'shani o'ldirib boshini olish kerak, chunki o'ldirgandan keyin bosh bizga nima qiladi? Albatta hayvonlarni boshga aylantirsa bo'ladi. Bitta chiqish kerak ekan. Yo'q, temir bilan keyinchalik olaman. O'shmanga boshlarni qo'yaylik, yana bu sizlarga mod kerak bo'lsa, mana Telegram kanalimda bor. Telegram kanalga sulka esa kommentariyada bo'ladilar. Aktivlarga o'tamiz. Yo'q, o'ta nimadir boyagina ko'rinyapti. Yo'q, ana o'ta nima bu ilonmi? Yo'q, what the fuck, o'ldirib qo'ydi, qoch. Yo'q, o'ldirib qo'ydi. Yo'q, buni o'ldirib qo'ydi. Hoppa, o'ldirib qo'ydi-ku. Endi nima qilamiz? Serpent. Nomi shunaqa ekan. Qo'yga yo'lga borlikcha, xo'sh.
yerga borish kerak. Qanaqa mantiq uni abbala ko'raganini qilaman. O'ldirib tashlab hammasini. Yorib tashlab bo'yicha ayirib tashlab. Bo'pti, qidirishga vaqtim yo'q, lekin bo'pti qidirishga uyga qaytish kerak. Bo'pti ham bo'ptamasdi, yo'q, bo'pti ham. Bo'pti necha uyga qaytamiz. Salom alaykum. Okey. Uyga qaytsak, balki yo'qdir. Yo'q, bo'ptamas. Aniq esimda shaxsiy o'rni deydi. Bo'ldi. Uyga qaytib temirlarni eritib, o'zimizga temirdan aslaha qurib olamiz. Necho bu toshdan ozgina pechka yasab olamiz. Yasab bo'ldik. Endi esa o'rnatamiz. Endi buni ichidagi ko'mir va steklarni olib, ko'mirni ikkiga bo'lamiz va temirni ham ikkiga bo'lamiz. Bunga solsak, endi esa o'rnatamiz. Zerikib ketdim, nima bu? Nimada ko'rdim. Mana bu bonkani nima bu? Olsa bo'ladimi? Olsa bo'larkan. Bo'pti, mana bunday qilib bo'ladi. Chiroyli turdi, ozgina ichiga narsa solsa bo'ladimi? Yo'qsa bo'lmasa. Sandiqni ichida izumrud va daftar qog'oz. Bu nima bu? Siniy nimadir. Emerald. Bo'lmasang bo'ladi, uni darajasini ko'tarsang bo'ladi. Adashmasam bu yumurtlar buni darajasini ko'tarishga yetmaydi. Necho yana bitta emerald olib. Okey, buni ham ko'paytira olamiz. Aytgancha, men hatto anavi olov va muz haqida deyarli barcha ma'lumotga ega emasman. Bo'pti, bu temirlarni olib, o'zimizga temirdan aslahalar yasashimiz kerak. Taktikalar. Necho bunga nasib qilsa ma'lum qilamiz. Endi sehrlasak bo'lar, yo'q, sehrlab bo'lmaydi. Yo'q, sehrlab bo'lmayapti. Darajani ko'payish kerak ekan. Bo'pti, mana temirlarni olish kerak, pishib qoldi normalniy. Bitta endi esa temirlar aslahalar kerak bo'ladi. Yo'q, bunday narsa uni tuganik deb qo'yamiz. What the fuck? Ichida hech nima yo'q-ku, mana bu qanaqa chiqyapti. Mana lekin bag bo'lgandir obunachilar. Mana ichiga solib qolyapman, lekin ichidagi narsa olmayapti. Bo'pti, turaversin, bag bo'lgandir. Temirlarni eritib, endi esa pastki pechkada ham eritgandir. Bitta temir aslahaga yetadi, bitta temir bo'ldi. Endi esa artefaktning sirli bitta ishtonni yasaymiz. Biz endi esa mana bunday qilib, mana bunday qilamiz. Artefaktni uslubi bilan qilamiz. Rahmat artefaktga. Okey. Bo'ldi, temir aslahalar obunachilik yaxshi bo'lsa kommentlarga yozinglar. Bu temirlarni olamiz. Endi esa o'zimizga kerakli bo'lgan narsalarni daraxt kerak. Mana bitta cho'p bor ekan. Bo'ldi, keyin ozgina daraxt olib qo'yamiz. Qilamiz. 5 ta temir, 5 ta cho'p. Endi 6 ta bo'ldi. Bu ham 8 ta. Mana endi o'zimizga kerak bo'lgan yerga tapor va qilich yasaymiz. Bo'ldi, bizda endi temir narsalar bor. Endi esa biz olmos topishimiz ham kerak bo'ladi. Bo'pti, shit ham yasab olamiz o'zimizga. Chunki o'zimizni himoya qilishimiz uchun. Bu shitni taqib olamiz. Endi esa bu kosmosalarni sandiqqa qo'yib qo'yamiz. Evaziga esa mana bunday bir narsalarimiz bor ekan. Necho ijtimoiy qildi, temir narsalar ajoyib, olmos kerak. Shungacha bu kraftlarni ko'rsataman. Qanaqa kraftlar bor ekan bo'pti. Ajoyib bo'ldi. Misdan qurollar, ajdarlarni tuxumi, nima ularni qo'lga o'rgatsa bo'ladi. Bo'pti, ajdarlarni qo'lga o'rgatsa bo'ladi. Bo'pti, o'rgatib olsak qilamiz albatta. Okey, yana o'tiramiz. Bu ajdar zirhlarimi? Hammasi blokdan yasalgan. Yo'q, diamond degan bo'lgan.
qancha blok obunachilar. Okey, bu nima bu? Dragon Mail. Ayda bu dragon ajdarlarni o'stirsa bo'ladi. Qancha bersa shuncha o'sadi. Yo, chaqmoq ajdaridan sovut. Yo, fire ajdaridan sovut. Yo, mayo brudalarni qattiq olamiz. Manimcha ajdarlarni o'zidan tushir. Yo, ajdar suyaklaridan ham yetib bo'larkan. Sehrlarni chiqarlar. Yo, ajdar terlaridan yasasa bo'larkan. Sovutlarni. Yo, ajdarni boshqaradigan narsalar ham bor ekan. Ajdarlarni shu bilan boshqarsa bo'ladi. Lekin bitta muammo bor, uni ajdar chiqmaguncha yasamaslik kerak. Ajdar chiqib bo'lgandan keyin yasash kerak. Bo'lmasa ajdar sizga o'rganmaydi. O'zi u tuxumdan chiqqandan keyin yasaydi. Mana shu yerda bor ajdarni o'rgatadigan narsa. Xo'sh, men bunga ajoyib mod qo'shaman. Modus mana shunaqa qurollarni qo'shadi. Chunki bizda maxluqotlar bor. Ana qorli joyda paydo bo'ladigan maxluqlarni ham bor. Ajoyib qurollar, chaqmoq ajdari, olov ajdari va muz ajdari. Mana bu ajdar o'rgatadigan narsaga kelsak, bu narsa ajoyib qilib ajdarlarda boshqasa bo'ladi. O'zingizga narsa qilsanglar bo'ladi. Okey, bu mod albatta meni Telegram kanalimdan joyladim. Shu videoda ishlatgan 3 ta modim. Adashmasam o'ta 4 ta bilmadim, lekin hamma modimni tashlayman shu Telegram kanalimga. Telegram kanalga esa katalogda bo'ladi. Keyin esa olmasa shu. Bugun shu joyda birinchi qism tugaydi.